Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana do'konimizga 1 metrlik mini spejatkalarımizdan yetib keldi. Ko'rishingiz mumkin. Bularimiz benzinli hamda salargali variantda yetib kelgan, ko'rishingiz mumkin. Benzinlimizda motorlari 170 motorlardan qo'yilgan. Buni ko'pchilik akalarimiz o'zi so'rab turadi. Bular benzinli hamda salargali variantlardan olib kelib qo'ydik. Jatkalarga keladigan bo'lsak, pichoqlari shu 1 metrlik bo'ladi. Ishlashlari ham qulay, o'ta ham. Hop, benzinlilar rasxoti soatiga 600-700 gram rasxot qiladi. Salargali esa 400 gram, 500 gram rasxot qiladi. Qaysi bir baquvvat deganlarga salargalisi benzinliga qaraganda baquvvatroq bo'ladi. Hadoviy variantdagisi benzinli variantdagisi bo'ladi. Bularimizda spejatkalarga qaraganda ancha yengil hamda moshina qilib ishlangan, bemalol maza qilib ishlatsalar bo'laveradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Yengil holatda bularimiz bog'lachida o'tlarni ham, bedalarni ham o'raveradi akalar. Maydaroq o't bo'ladigan bo'lsa, bog'larni tozalamoqchi bo'lsalaring ham bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Kimga shunaqa o'rim texnikalarimizdan, motoblokchalarimizdan kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerlarga aloqaga chiqsalaring, optim narxlarda chiroyli qilib yetkazib beramiz. Yetkazib berishlarni klient bilan kelishgan holatda yetkazib beraveramiz. Salargali variantdagilarda motorlari 173 bo'ladi akalar. Aytib o'tganimizdek 400 gram, 500 gram rasxot qiladi. Bularımızda mana oldinga yuradigan skorsi hamda pastda orqaga zatniy holatda yuradigan skorslari bo'ladi. Palijni, paujni skorslari ham bo'ladi. Mana shu holatda joylashgan bo'ladi. Oldi pichoqlari mana ko'rishingiz mumkin, shu orqali harakat beradi. Kimga salargali, kimga benzinli variantdagisidan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin akalar.